Ushbu videoda biz mana shu belgilangan kartochkani yaratishda Power BI'da yaratishni o'rganamiz. Hammaga salom. Bu videoda biz KPI kartochkani Power BI'da yaratishni o'rganamiz. Buning uchun yangi proyekt yaratgandan keyin berilgan variantlarda mana shu tugmani bosamiz. Bu tugma bizga ma'lumotlarni test ma'lumotlarini загрузка qilishga yordam beradi. O'ng tomondagi shu tugmani bosib kutamiz. Ma'lumotlarimizni yuklab olgandan keyin ikkita variant belgilanadi. Aslida buni farqi yo'q. Demak, yozuviga bossalaringiz o'ng tomondan ma'lumotni ko'rsalaringiz bo'ladi. Galochkani shunday tugmani bosib, загрузить deb bossalaringiz yetarli. Kutamiz. Ma'lumotimiz загрузка bo'ldi. Ko'rish uchun, demak, mana bu tugmani bosib, u yerdagi ichidagi barcha ustunlarni ko'rsa bo'ladi. Bizga hozir mana bu belgilangan yangi kartochkani elementi kerak. Bu kartochkani agar sizlarda topilmasa, bu ushbu tugma orqali восстановить tugmani bosganlaringizdan keyin chiqadi yoki Power BI ning programmasining oxirgi versiyasini o'rnatishlaringiz zarur. Endi meralar kerak bo'ladi. Meralar ya'ni funksiyalar. Funksiyani yaratish juda oson. Ya'ni mana bu tablitsaning nomiga o'ng knopkani bosib turib создать меру yoki mana bu tugmani ham bossalaringiz ham bo'ladi. Bu главный vkladkada. Agarda mabodo yana uni ham topolmasangiz, modelirованиеda создать меру degan 3 ta joyda knopka bor. O'ziga qulay joyini belgilab turib создать меру. Bu xuddi aytganimdek Excel funksiyalariga o'xshaydi. Avvalambor biz funksiyaning nomini yozamiz. Masalan, sotuvlar yoki продажа deb nomlab qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Excelda sum funksiyasi bor. Bu yerda ingliz tilida yoziladi va berilgan variantlardan agar mabodo ushbu variantlar chiqmasa, bitta qo'shirnoqni bosib ushbu variantlarni chiqarsa bo'ladi, belgilangan ustunlarni. Bizga hozir demak sales degan yozuv kerak. Salesni belgilaymiz va qovus yopib enterni bosamiz. Mana bizda bu funksiyani yaratdik. Bu funksiyani biz shu yangi kartochkada yarata olamiz. Yoki oddiy galochka qo'ysalaringiz ham bo'ladi, yoki mana ustiga bosib turib значениеga olib kelishlaringiz kerak. Mana belgilandi, salgina kattalashtirib qo'yamiz. Endi undan tashqari bizga xuddi shu merani faqat o'tgan yilgi yoki o'tgan oyga ma'lumoti kerak bo'ladi. Buni ham yangi funksiya orqali yaratamiz. Bu juda ham oson. Yana bir marta создать меру. E'tibor qilinglar, mera stolbets emas, uni farqi bor. Buni esa masalan sotuvlar o'tgan yili yoki odatda previous month, PM, previous ingliz tilida bu o'tgan oy deb nomlanadi dani va bu yerda calculate degan funksiya orqali bor funksiyamizni, продажа funksiyamizni o'zgartirgan deymiz. Endi date add degan funksiyani ishlatamiz. Date add funksiyasi bizga o'tgan oyga nisbatan sotuvni chiqarib beradi. Bizga hozir date funksiyasi kerak va virgul dan keyin -1, ya'ni -1 oy. Mana bu yerda e'tibor qiling. O'tgan kun, o'tgan oy, o'tgan kvartal va yil. Juda qulay. Bu yerda oyni belgilaymiz va qovusni 2 marta yopamiz. Enter belgilab turib, hozircha biz boshqa bitta kartochka yaratamiz va o'sha kartochkaga vaqtincha bu kerak emas, vaqtincha o'tgan yilligini chiqaramiz va bizning ma'lumotimiz kelib chiqyapti. E'tibor qilinglar. Odatda o'tgan yilda yoki o'tgan oyda продажаны topish uchun kalendar kerak bo'lishi mumkin. Uni boshqa video darslikda yozaman. Hozircha bizda ma'lumotimiz to'g'ri chiqyapti. Yana bitta merani yaratamiz. Negaki o'tgan yilga nisbatan, to есть bugungi sotuvimiz o'tgan oyga nisbatan necha foizga oshganligini biz ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Endi bu yerda xuddi shunday продажи va foiz belgisini qo'ysalaringiz ham yetarli. Ya'ni necha foizga oshganligini. Buni biz demak ayiramiz va qovus ichida yana bo'lamiz продажа o'tgan yilga. Adashmasam shunday qilinardi.
belgilaymiz. Yana bitta kartochkani aytamiz, yana bitta kartochka yaratib, uni bir foizni ko'rsatamiz. Foiz 0.11. Ustiga mana bu demak yangi meramizni, ya'ni shu funksiyamizni ustiga bossangiz, uning qanday nastroykalari chiqadi va o'sha nastroykada formatida mana foiz belgilisini belgilasalaringiz foizga o'tadi. Ya'ni 11% ga o'sgan. Haqiqatan продажаlarimiz o'tgan oyga nisbatan. Lekin savol sizlarda bo'lishi mumkin, bu qaysi oy uchun? To'g'ri bo'ladi. Bu yerda biz srez belgilisini qo'yishimiz kerak va sanani belgini qo'yganimizdan keyin mana bu yerda 13 va 14 yilda savdosi. Keling biz masalan 14 yilning bu 1-dekabr bo'lsa, shu 1-dekabr, faqat bizda 1-dekabr ekan, 1-noyabrdan tak 30-noyabrgacha bo'lgan sotuvi. Bu esa o'tgan oyning sotuvi, ya'ni 56% ga kamayganligini ko'rsatyapti. Bizga endi kartochkada, 3 ta kartochkada mana shuni o'zini mana bu joyga chiqarib olishimiz zarur. To есть 3 ta kartochkani o'rniga bitta chiroyli kartochka yaratamiz. Xo'p. Keling endi mana shu demak ikkita продажамizda ikkita kartochkani bitta kartochkaga kiritamiz. Uning uchun belgilaymiz kartochkani va mana bu tugmani bosamiz. Bu tugma o'sha nima belgilangan kartochkamizni nastroykalari, formatlash nimasiga, kategoriyasiga kiramiz. Birinchi narsamiz bu kartochkaga kirib turib, kartochkada kechirasiz, выноска degan joyga kirib, значениeni boramiz. Значениeda, ya'ni bu yerda masalan boshqa shriftni belgilasak ham bo'ladi. Salgina jирныroq, mana bu semi-bold polujirni belgilab turib, 45 emas, masalan, aytaylik, o'zlari odatda masalan 32 ham yetadi. Endi dashbordiga qarab. Endi rangini ham o'rtacha qora rang, 20% qora rang belgilaymiz va pastki tomonga o'tganimizda metka, ya'ni mana bu yozuvi haqida ma'lumot bu. Buni ham masalan 12 emas, balki 14 qilishimiz mumkin bo'ladi. Rangini seri rangda qoldiramiz. Mana bu oralig'idagi masofani mana bu joyda o'zgartirsa bo'ladi. 8 emas, masalan 0 deb qo'ysalaringiz, kamaytirsa ham bo'ladi. Keyin bu tugadi. Endi esa qo'shimcha ma'lumotni kiritish uchun spravочный etiketki degan joyga kiramiz. Spravочный etiketga o'sha belgilangan kartochkaga yangi metkalarni qo'shsak bo'ladi yoki meralarni. Biz hozir mana buni olib turib, avval o'tgan oyning продажasi va uning foizini mana bu ikkalasini ham olib kelib qo'ysak bo'ladi. Mana ma'lumotlarimiz kelib chiqdi. Endi bu va buni bizga zarur emas, kerak emas. Endi yana format belgilab, e'tibor qiling, belgilagandan keyin yana shu formatga o'tishga to'g'ri keladi. Продажani belgilab turib, endi har bitta metka uchun alohida nastroyka belgilasam bo'ladi. Lekin hozirda biz demak fonini o'chiramiz. Fon unday bizga zarur emas. Seri bo'lishi, разделитель, ya'ni mana bu chiziq turaversin. Bizga esa endi yana o'sha spravочный etiketkani ichida продажamiz balki всеga o'tganimizda bizda yangi maket nastroykasi kelib chiqadi. O'sha maket nastroykasida po vertikali bo'lsa, bu po горизонтали qo'ysalaringiz ham bo'ladi, yonma-yon bo'ladi. Hozircha bizga po vertikali yetadi. Tablitsaning o'rniga spesakda tanlaymiz. Bu ya'ni ma'lumotlarimizni o'ng tomonda ko'rsatishi va chiroyliroq bo'lishi. Masalan, mana bu yerda salgina kichkinatirsak ham bo'ladi. Endi mana bu tugmani посередине bossangiz, o'rta qismiga o'tadi. Bu ham bizga qiziqarli. Xo'p, interval degan joyda, ya'ni o'tgan mana bu sonlarning oralig'ining masofasini belgilab turadi. Bizga 2 emas, balki masalan 6 belgilasak ham yetadi. Xo'p, endi davom etamiz. O'zgartirishda yana bitta kichik o'zgartirishlar. Yana biz spravочный etiketkani ichida продажani belgilaymiz. Продажani belgilaganimizdan keyin har bitta ko'rsatilgan nimaga
ko'rsatkichlarga qo'shimcha ko'rsatkichlarning nastroykasini belgilasa bo'ladi. Masalan, belgilab turib, mana shu metkani naзваниесini o'zgartirsa bo'ladi. Пользовательский belgilab turib, mana bu yerda предыдущий месяц deb nomlab qo'ysangiz bo'ladi va undan tashqari pastki значениеga o'tib turib, fx degan joyini belgilasalaringiz, bu yerda formula kiritsa bo'ladi. Masalan, agar 0 dan katta bo'lsa, bu plus yoki 0 dan kichkina bo'lsa, minusligini ko'rsatsa bo'ladi. Masalan, keling buni hozir foizda ko'rsatsam yaxshiroq bo'ladi. Foiz belgisiga o'tamiz, nomini o'zgartiramizdan продажа процент emas, masalan, продажи процент роста, masalan, shunga belgilab turib, hozir sig'may qoldi, salgina cho'zib olamiz. Masalan, shunaqa tarzda. Agar sig'masa, pastki qismga o'tib turib, hozir bu yerda ko'rinmayapti. Sal boshqa joyda ko'rsataman. Demak, nomini o'zgartirganimizdan keyin fx ni bosamiz, rangini belgilasa bo'ladi. Ya'ni mana shu foizda minus bo'lsa qizil, plus bo'lsa yashil masalan. Uning uchun gradient emas, pravilada minimal sondan 0 gacha bo'lganini masalan qizil belgisiga o'zgartirsa bo'ladi. Mana другие цветаны bosib turib, uni qizil belgisiga o'zgartiramiz. Yana bu yerda новый правило qo'shib turib, 0 dan va maksimal songacha bo'lganda esa biz yashil rangda taklif qilamiz bunga. OK deb bosamiz. Mana bizga belgilanib qo'ydi va uni mana bu yerda B deb jирni qilsak, undan ham chiroyliroq bo'ladi. Xo'p, endi tepaga o'tganimizdan keyin mana bu yerda продажа emas, всеga o'tsalaringiz, pastda maket degan joyda paydo bo'ladi. O'sha maketda 50% emas, balki 30% belgilasalaringiz ham barcha yozuv chiqadi. Mana bunaqasiga yaxshi chiqadi. Endi hozir bitta taklifim bor. Mana bu demak kvadratni emas, krugluk qilishimiz mumkin bo'ladi chegarasiga. Hozir biz demak kartochka настройкasiga kirib turib, bu yerda прямоугольный emas, скругленный прямоугольникka belgilasak, bizda уже mana ko'rib turganingizdek radius paydo bo'ladi. Radiusni bizga 9 ham 25 o'rniga 9 belgisini belgilasak bo'ladi. Granitsasini esa salgina mana bu rangda belgilasa ham bo'ladi. Va undan tashqari qo'shimcha chertani qo'shsak bo'ladi. Cherta bu mana bu o'rtadan yoki tepadan qo'shimcha ma'lumot kelib chiqadi. Masalan, buni biz yashil yoki ko'kka o'xshagan rangni belgilab turib ko'rsatsak ham bo'ladi va uni shirinasini taxminan 5% ga ko'rsatsak bo'ladi. Yoki uni sleva emas, balki sverxu ni belgilasangiz ham yaxshi ko'rinadi. Undan tashqari biz yana nima qo'shishimiz mumkin bo'ladi? Teng ham yaxshi ko'rinadi. Buni salgina kattaroq qilsak, mana bunaqasiga va tengni ochib turib, buni ham salgina ochiqroq seri rangni belgilasak yaxshi ko'rinadi. Kartochkamiz tayyor. Barcha ma'lumotlar o'zida tayyor ishlatsa bo'ladi. Yana bitta qo'shimcha narsa qo'shishimiz mumkin. Bu ikonka qo'shishimiz mumkin. Uning uchun demak просто sales icon deb poiskga tirsangiz, free pick degan nima kelib chiqadi, sayt kelib chiqadi. O'ziga yoqgan ikonkani belgilab turib, просто uni skachab olsalaringiz yetarli. Keyin esa uning o'rniga изображение degan joyda продажаga kiramiz. Продажада demak изображение ochib turib, отправить изображение belgilaymiz va o'zingizda faylingiz deb belgilaysiz. Belgilaganingizdan keyin demak mana bu yerda razmerini kiritasiz. Masalan, 56 menga ma'qul va natija tayyor.